Ne? İsip bakmap dikenme. Aylımı koşulap gitti. Ballarım vuruştan toxtadı. Bir aydan ki bu adamın takdirini özgürletti. Düşen alamayın. Qara şunda. Ma ruhni eslab, qo'rqab turib ba'da eslab. Men ko'rib turib ba'dayman. O'xshamayman ishimizmi? Masalan, qo'rqab yo'q desek sab turaman. Men yo'q deb yashaganman. Uzun muddat men yo'q deb yashagan. Tushuna olmayman. Men tepishni avval yo'q deb yetishim kerak. Yo'q deblan. Men shu nurg'un narsani noldan boshlab o'tgan cho'nom. Yo'q, hech nima yo'q. Xudoyim yo'q deb yashaganman. Anda ruhni topgandan keyin psixologik bunda holat bo'lishqa mening bilishim bilan sizning bilishing o'xshamaydi. Tushunami? Bunda ko'rib turibman, ko'rma tomchilar men deyman. Deysizlar bunda. Shunga ham ruh ilmiga nisbatan olib aytgan vaqtda minnatdorlikni faqat bir oydan yoki 3 oygacha qilib baqsana baqsanglar, rost degandek turmush nima bo'ldi desa, o'zga nima bo'lib ketdi ekan? O'zgarib ketdi. Bu ruhning nimasi ekan birinchi qan. İkinchisi. Hamda Güreş degan bor-ku. Biz g'alit yashab boramiz hozir. Hozir so'zlayman. Bizda ama hissiyatni ifodalash yo'q bizda. Bizim olmalı adradan bunda, Ürümçide. Şunda küldüğaş kısmı. Bunda kışıdan da menip gitip verip maşallah küstüm hemen. Bazıdan kadıç kılıp şudu. Jıkılıp yaman eğir günah kılıp ötkendik. Oy yaman siz geçip gidiyordu ama o öyle kadıç kılıp düşman. Aşından numuz, bent numuz. Külüştün numuz kesa. Köyün yerin bulaştım tek numuz kesa. Hazır adam mında yaşayan bulattı. Ruh iliminin ikincisi delmen sözeygan narsa. Nimeni bassam şu çoğuydu, tushunalım ya. Birisi nimde doksan, nimeni dikkat etsem şu nim kılıdı, kengiydi. Ma'noda nimeni bassam şu nim kılıp ma'diken küçültmadi. Mening dadamning ismi Qurban. Bu Qurban nima demayli? Mening tug'ilgan kunim 9 oyning 5. 10 sekund vaqt vermay unutib ketaman. Unutib ketarkan. Unutdimmi? Men mush balni kuzib chirib olsam unutib ketdimmi? Yerim chin qiyib bo'lsam unutdimmi ya? Unutgansiz. Bu nima desa, unutmayman degan so'zim. Chunki o'ylaydi. 9 oyning 5 unutib ketay. 9 oyning 5 chuqur unutib ketay. 9 oyning 5 unutib ketay. Hayron qolaman. Bunu unutib ketay degan so'z nima qildi? Psixologiyadagi intentional paradoksiya degan shu. Maqsad paradoksiyasi diyet degan shu. Nimani bossa nima qilmoqda ekan? Shu. Biz ancha o'tganda tishimni, oyimni tishim bor. Qattiq yutaman deb basam g'ujjul qilib etkeldilik bijimini. Fukam ma'no bilan men og'riq chilmayman. Narkoz qilinglar, sen narkoz qildi. Narkoz qilib g'or resmim og'rimidi. Xo'sh bo'ldimmi? Matepim narkoz. Xo'sh bo'lib, bu yerdan chiqiblar poloydim. Mening og'riqimni tuta olgan bilan polo yeyish jarayonki huzurimni to'sib turadi. Tushunamizmi? Yilg'o polo yeb qopdim, muhabbet qilib qolsam taqimcha taqdi. Nima? Bu yer yorqin nuqta nima desa? Yorqin nuqta var mı yerda? Nima bo'lsa? Azobni sizlar cheklab etsanlar, bir neribdan chiqadi. Xushallik nima bo'ldi ekan? Ba'zan shundoq yig'ilsa kelsim, yig'lamaydi. Shunlar xushal bo'laman deb nima qilinmaydi ekan? Xushal. Nimani bassam shu. Nurg'un odamlar o'zining qalbini tasvirlab bermaydi. Mendan bir bema'ni savol turadi ba'zida. Ma'lum siz nima ishni yaxshi ko'rsiz deb kulib ketaman. Buni rost javob bersam yaxshi bo'lmaydi, qamashmaydi. Endi kitob ko'rish desammi bo'ladi.
Meni yaxshi ko'rgan narsalar yomon jiq insonni yaxshi ko'rgan narsa. Ammo buni digil olmaydi. Masalan, men shu o'burnida o'tag'ach 5 ni o'ynash yaxshi ko'raman. Ammo digil olamdir, shunami? Endi biz men bu davrimi nurg'un odamlar o'z hissiyotini ifodalamagishga, tushunib o'tamsizlar? Bu yağlı bulab, azapçı. Azaplab o'sha bes eng oxirida nimga aylandiysa, sınıf kontrolü qilgan sirtsiz bir narsaga aylandi. Masalan, yig'laydigan vaqtda yig'lasam bo'lmaydi yoki azoblansam bo'lmaydi deb boshqa odamlar uni shu vaqt kontrol qila oladi, ammo bir mezgil kelganda bir yig'lab etkin bor deydiganlar bor. O'zimni qo'yib bir yig'lab baqsam deb Orak iş bakıdı, yazıqlayamaydı. Dağ bakıdı, yazıqlayamaydı. Yığılayamay, sıranlap ketken çıktı hemen. Ve kulağımda kişeli var. Yığılsa sakip idi olmasa. Yığıltan mı atkan gibi. Çakçak mezcima? Yığılsa sakip idi. Yığıltan mı atmaz? Neymiş kalsa biz kişi vaktimizden başlayıp bunda hissiyatlarını biz atanımız besvetken. Yığılgandı gülü bir yığılaşkımın doğu deymen. Yığılaşkım yol koyma. Kuşal boz tıktırlap atkan kimon topukçu deyip ata-analarımızdan ballarda bu hissiy xorlash deganmiz shu, hissiy xorlash degan hissiyatni his qildirish nima? G'arbliklar buni bilib qolg'achlar, yig'laydigan vaqt yig'lab ifodalab numus qilmaydi. Xushal bo'lgandim, u shundoq chin bir xushal bo'lib ketadi, chiroy ifodasi yaxshi. Bizni uchun shunday. Bir odam deganda bu hissiyot bo'ladigan-da. Bu nurg'un odam demiş bo'lsa hissiyot. Har qatim sizlar ciddileşmeymen degensiz ciddiysizlar. Bastan olma ciddiysizlar. Korkmasam bo'ldi, korksizlar. Siz turibkan. Ko'nglingiz bir yerim qilar. Yerim qilar ko'nglingiz. Yerim qilib degansiz ko'rganda. Ama yerim bo'lgandan yerim qilma degansiz yig'lab ketadi. Şu amalak başkalar teselli bergen vaqtda ko'ngil yerim bo'lganda yerim qilma demanglar, tushunolmas. Degansiz yerim bo'lib ketadi. Qanday o'z qo'shilib ketdi desa, ma'lum odam masalan qizlarga uchraydi, o tasalli berish. O'g'illar asosan yushirdi. Odatda odamning oldida ko'nglerim qilmaydi, yig'ilmaydi, u burni yig'laydi. Endi men deyman, shu o'g'illarda ba'zi psixik masalalar kelib chiqadi. Qizlar bo'lsa buni eg'ramaydi. Chunki o'g'il bola yig'lash haqorat deb biladi. Yordam so'rash haqorat deb biladi. Men yig'lam kelsin. Hissiyatchan yig'lavim, kulgim kelib kulayverma. Qizlar bo'lsa, qizlarda dal bunday ifoda ish bo'ldi. Nurg'un qizlar xato tasalli bergansizlar do'stlarga. Yig'lama demay unga. Yubaga yig'la desangiz bo'lmaydi. Sattir yig'la deb hamma deydi. Yig'layotgan ishni deydi emas, manda bo'ldi, anda bo'ldi, manda bo'ldi deganki sizlar o'ydirib chiqsizlar, ada. Men unimdan mehr kunda qoldi. Deb sizlar texim datib qo'ysanlar, o qizlar sizga tasalli beradi. Ötken bir bal kepti onunla müdahale, batanam acışıp gitip, dadam bakma, apam, şunda. Efkan, meni kişik vaktimda dedim ben. Birisi taqqı çıkıp, müdahale, Kırgızlı var, ayınlı berip, bir itip diken yaşlar var. Bir haç var, nemige, kipek demedi, kuruş dedi. Şunu ya, aşağıda çoğun oldu, 2-3 yaş vakti atanın tepkilip, men her günü, şunda turbuğu, bağlap degen desem, her kişi onun yerim kılmıyor. Şuna nemini bassan, şunu kılgen küçüydü. Her koy sun dep birmemi. Bu psikolog, mazım nurga değil mi? Psikologiya deyin gep çıkargan sire, bazıdan hata şunu yaptım. Bazı adamın şunda köngül yerim, boğuz kesim, açıklanız kelgen vaqtda, men psikologiya gelgen cima açıklamaydı turalım. Bakalım keyfiyattan şaştı diye üzüm tuttu. Bunda emas. Bu yakmazda açık kelgende bir açık kelgende açıklanmaslık çoğun tarih qilganda çoğun tarih qilmaslık o'xshash. Men o'zi açığını besvelanlar demeymi? Hatta tek açığını vatgan vaqtda, açığını vatgan titan tumur dedik emasmi? Aşının mənbəsi bo'ladi, tarjimaning xatosidan. Tushuntamsan ya?
Nurg'unlar amaliyotda boshqalardan anglash xohlamaydigan gaplar bo'ldi. O'zing to'yin qilish psixik bo'ldi. Hammadan meni yaxshi ko'rmada deysizlar. Shu narsa oshkorlanib qoldi, turgan vaqtlar ularni nima qilgansizlar, ochiqlaysizlar. Bayatın degandek. Biz ochiqlashni basmaymiz. Barbara tarjimani yaxshilab nima qildik ekanmiz? Tabiiy ochiqlanmaydigan nima bo'lamiz. Tushuntamsizlar ya? Mana aragan olchman mana yo'lni. Men odam ochiqlanmayman, bu ochiqlanmayman dedim, ochiqim kelganda boshqalar turgan deb. Men unda emas, ochiqim keldi, qo'pol urib chiqdimi sizlarni? Ama kelmaydi ochiqim. Nima ish qilsa tarjimam yaxshi. Nimam yaxshi ekan? Tarjima. O'tganda mashinamni to'xtaman deb bir ko'meptimda bir hozir Urumchida hammaga tümül bititki aşağı canını sokuldu. Az degende 2-3 ming ziyan. Maşin tok Samsung alganda dostum bor. 3 repti Samsung'a chiqdi. Sen mau degan mufda qarab, ordash hamda qanday qilamiz debdi. Nimani qanday qilamiz mashina olib, music elep hamda ashbarimiz degan Samsung'da. Na, aytdi gunohkorlik. Men dedim, men mashina olganda so'qmaymi deb ammaga. 3 kunga so'qimi deb olgan bu. Shu kun bugunki bugun so'qilibdi bu. Mayli emasmi? Dedim men buni. Inson ondan sallashib o'tdi. Yana bir kun ketdi. O'zi mashina qishliq choq olmasdimmi o'taqadi. Nim bo'ldi desa qishliq choq olmasdimmi olmaydi. Meni yig'ishim bo'lmaydi desa. Bir haftadan keyin o'zi qishliq choq olmasdim degan so'qibdi. Alqarala mashinadan qishliq choqini olmasdan sabab nimasi? Ansizlik borligida. Tushunamsizlar? Çok sokumen derken gibi. Mende anda ensizlik. Meyazı sokak bakmadı. O şükürtetin sokak. Ma beşemez. Keyip çıkırıp verenler. Kendi olama. Ama hareketim açıklanğan vakta fırsat paylanıp bunaldır. Men nimiş açıklanıvermiş. Açıklanışınız da nim sebep oldu. Üzden tatlık versenler bir yara nim kıldı iken konuşuldu. Ötkende öndidarda bek yaxşı geptim canladım men. Yaxşı bir maqal temsil. Müşnesiz Uygur maqal temsiliga kirgizip koysanlar buludu. Şunu deyman var Uygurlar akıllıktı. Yer icad qıptı bu. Bu maqal temsil nimasi dunyoda ikki tas. Birisi masalan xo'shlashmoqda, yana birisi munchida shan ko'kaymoqda. Va resmi no'ch maqal temsil. Siz o'ylanglar. Ham munchida shan ko'kayishning tasvirlamamiz endi bishni topamiz. Biz isbotlab yurmaymiz. Masalan xo'shlashmoqda ikki tas. Men o'qimadim. Chunki nurg'un odam o'zining hissiyotini tushuna olmaydi. Yuşuğallık üçün köpünç vaqt ifadələmi buruntuq bo'lib ketadi. Məs olğanda çoğsa kiçik men quluplanğan bilan çoğ men hissiyat faktorları içilib ketib, tushuna olmayman. Desem bularmı, demisem bularmı degan yere quluplanib ketgandikan, o'zini puturligini qilib ekan ifoda qildi. Endi masala paydo bo'ldi. Ikkalari do'st bo'lish, ikkalari. Mushk qiz do'st. Ma qiz bir imtihonga qatnashmoqchi. A qiz endi imtihonga qatnashmadi. Ikkisi qancha yaxshi do'st bo'lsa-mu, ma qizda hasad bo'ladi, tushuna olmayman. Ya oğlum bana Kudayım belki hissiyat bu esat degen buludu ma hissiyat bulaş bu hatalık mesele olma buludu esat kılıdı hatta oylaydı intanda ütenmesini oylaydı meyli oylasın meyli cima normal nurgun şu yakın dostu şu manda hissiyat gelgende Uyemi, hasad qilib o'taman yaqin do'stimga, bo'lmabdi bu. Hasad qilmasdim kerak degan sirasi qo'zg'alib, intomda o'taymiz-da, shu kun bir ish bo'lib qolsaydi, ya tavrib kesaydi. O buludama bu channelma bastimi kuchaydi. Bu qilchodi buni ifodalamay. Ifodalamadimi? Erkakka aylanib ketadi. Erkakka aylanib ketib, yenik bo'lganda qo'qab ketib bu asiyatni. Ma qizdan kirish qiladi. Aksi bilan kirishib qolajima. Nima deydi o'sa? Yaxshi tayyorlab qilishmadi. Chuqum yaxshi tayyorlab qilsang, gambirini tayyorlab olsa, mana qilsa, u kuni yatarib qolmasa-da. Yenik bo'lganda aksini ifodalaydi odam. Masalan, men odam o'zi ifodalamagan narsani boshqa do'ngga bunday aksini ifodalaydi. Masalan, men qusqim og'rib ketgan bo'lsa, men baloq deyman. U buni ko'ramsa, deb qo'y. Xudoga men deb qo'y, u buni ko'ramsa deb qo'yaman. U degani men baraman degan gap. Buni bilaman. U buni ko'ramsa Maqız yenik bo'lganda ani kirishib oladi odam shu qo'qab ketib. Egri bo'lganda cho'sa, men hasad harakatga aylanib hamda maqizga hamda plan, suiqasd planlab. Shu odamlar.
Yakımız gap sözde hunipleştirdi, yakımız şu gün bir amal kılıp ya çeyri bir iç sürüş doğru televizyonda iş kılıp bir amal. Erkek aylandı mı ahlak, şöyle anlama. Hissiyat işini bulmayıcı mı? Bu olsa, devitiş gerek, adaş. Esat kılıp atımen, dediniz mi? Erkek kuyap durdu, huflu deysiz. Bek muyum? Olimlar mundaq bir tajriba var. İki gruppun arıplar, ma gruppu dedi, silmiş ötmüşün yüz bergen yaxşılarını yüzüp çıkanlar dedi. Mayırlar dedi, ötmüşün yüz bergen načar işlerini yüzüp çıkanlar dedi. Sizde fakanlar qaysı kuşal oldu? Olimli mu muşalını çukum kuşal oldu dedi. Çön olama. Emniyeti del malı kuşal oldu. Neymiş kalsa mallarının yaxşı nəsini yeziverip, nemin ep kaldı ki emse načar nəsini. Bu ne laka kala hala biz köşeydi var ne? Bulaşı köşeydi dikende. Malı çoğusu an yezibet keşke yaxşı nəsli kaldı ki. Şuna kallanla načar nəsli olsa divitinler kınmaysılar. Yaxşı nəsli olsa dimenler. Disanlar kınmaysılar. Sen anlıyor ya? Abek boyunca mı? Yaxşı nəsli olsa saklap kanallar köşeymez. Načar nəsli olsa diversan bulardı. Şuna haset buluş. Kaç yakın dostum buldu cima bu. Dostum deysen haset kılıp atımada degendeken ama hoş buludu. Hoş buludu. Sıldı mı an deyip geldiğin için nim kıldı ken tüveli. Son bazı yakın dostumla kürep baksam ben ak balladı bakken bunda dostlar. Bivas devirdi ken. Bu yaxşı ahval. Nurgun adam demegen bilen çoğduysa bu nim dep oylaydı ken mi? Men bundan roy keselge aynıp ketken bir altın dep bir kesellikni. Bir kız bala bilen kürşep kaldım bu kız özü şundaq hamda bir načar yaşap kaldı. Şundaq bir hamda qutqazıldık siz yaşap kalganda bu kız ama men arqanda kaldımni arqam dünyada men xatolik yo'q deyman. Faqat bunda foydasiz qarorlar bo'ldi. Tushuna olaman. Nurg'adan tillaydi amandaq men har hukm qilmayman kishilarga. Har qanday odam yaqin tortaman. Bu qizdan bir kun paralashib qoldim men. Paralashib qoldim. Bu kız qanday ulabdi desa, bu qizning inisi o'lib ketibdi. Inisi o'lib ketganda bu qizda xushallik kayfiyat paydo bo'lib qolgan. İnis ölse xushallik qolgan. Bizcha o'zi odam emasken deymiz ku, bu qizga o'xshashda odam emaskenman degan tushuna olaman. Bayatan qonun bo'yicha men inim o'lib ketibdi, xo'shulatyman go dedimi? Odam emaskenman dedimi? Odam emas yashaydi. Tushunamsizlar? Endi men bu qizni psixik analiz qildim. Balliq davrini surish qildim. Natijadan chiqdi desa, asli bu kız kichik vaqtida inis tug'ilgan vaqtda ota-onasi butunlay inisiga vayda, bu xatolikchi qildi ekan. Cho'ng bo'lgan sir uyanchiq talashib qolsa-mu, talashlar bu qizning uyanchiqini kichik inisiga gapirdi ekan. Shu kichik vaqtda u inim bo'lmas shu debdi ekan. Har qanday bolada bo'ladi bucha, inim bo'lmas ekan degan bir tuyg'u bo'ldi, sibling enili. Ama ifodalaganda uni ki cho'ng bo'lganda rost degandek inisi o'lib ketganda, eliq ifodalaman degan hissiyat nim bo'lgan gap. Bunu bu kız men muşunda oylam dem, men nimiş bunda hissiyat top kaldı dep, hissiyatdan qo'rqib ketib, shuni aytamsizlar. Şu har xil hissiyatlar keladi, har xil o'ylar keladi, har xil buninglikqa sizlar bizmi men gunohkor ekanman deb o'ylamanglar, tushunamizmi? Men nachar odam ekanman deb o'ylayman. Mening xiyolim kelgan xiyoldan ko'rsan qo'rqib ketisizlar. Ammo bu hissiyat ishdan bo'lmaydi. Bu nimaga aylanib ketmisi bo'ldi ekan? Şu hasad anda holatda bo'lsa hech nima bo'lmaydi. Ammo buni harakat qilib, onun oqidan gap topsaq nima bo'lmaydi ekan? Bu qamlashmay qoldi. Tushunamsizlar ya? Shuni bu basmanglar. 9:25 unutib ketay demanglar. Unutmaysizlar. Jiddiylashganimni basay demanglar. Siz jiddiylashgan bo'lsangiz yaxshi bo'libdi. O'tganda men mush xushallik formulasi degan leksiyani so'zlab aytganda bir jutda bir ko'zam chiryapti. Siz mush xushallik formulasi degan so'zlar aytibsiz. Qaqib turibsizmi? Bo'ldi. Chiqarib berdim haq jura. O'zi nimaga dekatim deb payimsa. Siz xushallik formulasi so'zlar aytibsiz. Men sizni mush qopulab qolgan vaqtingizni ko'rmayman men deydi. U o'ylab qopti. Men cho'mdan xushal yurishim. Doim xushal yurgan odamning yolg'on, tushunolmay, o'ziga besimga kirib oldi. Men dedim, ikki xil odamda hissiyat olmaydi. Birisi o'lgan odamda. Yanisi ro'y kesildi. Shunisi jiddiylashgan bo'lsanglar, xo'sh bo'lsangiz bo'ldi. Bu sizning birisi o'lmaganlik oldi ko'rdi. Yana birisi sizning saq odam. Ro'y kesel emas. Hissiyat qolmadimi? Bo'ldi.
men to'shapdim deb darhol meni zisal bo'ldi. Şu anda hisoblab kelib qolsa, bunini qo'qab ichib bo'lmaydi, bassa qo'ymaydi. Endi ba'zilarni unutib ketsam, keyin deydigan ba'zilar. Masalan, ba'zi qiz bolalar, ba'zi o'g'il bolalar muhabbat olib kelsa, kelmaydi deydiganlar. Mana nima bo'lsa unutib ketsam. Men qiz bolaga to'g'ri tushunaman. Qiz bolaning biologiyalik nimasilar mana shunday bir ish bor hamda. Qizlarning odatda nima soladigan selinmasi kuchli bo'ladi oilaga. Shuna ular oldirab bir odam yaxshi ko'rsa, ikkinchi odam o'ylashmaydi. Ammo o'g'illar unday emas. O'g'il har qanday ma'ni bilan alishbaq. Qo'rqganimda to'y qilishmaydilar. Ana bilan bir to'y qilib bo'lmay qolsa ham degan ikkilandimi? Oqi yenib ketadi. Ammo qizlar o'g'il bolam to'g'ri bo'lmaydi. Yaxshi ko'rdi kelsa, jimni so'zlab unutib kelsa. Rahmat desam, undan men besh unutib qo'yayman sana. Sen shaktik refleksiyani bilamsan, sen bilmaydi. Undan sen bunday qilsa. Shu unutmoqchi bo'lgan odamning sen rasmini tepib, uni po'qchilab. Ashine mushu buning puraydigan yerga ikkilib olsa. Aşağı refleks bilamsan? Qaraysa, ey derse. Bak ko'chada ko'gidi. Menda o'tib qoldi. Kulib ketdi. Ikkinchi o'tib ketamiz. Demak, unutmayman deb turibmanlar, tushunolmayman. Mayli, asasi bo'laverdi. Unutmayman dedi, men nima qilib keyin kuchayman. Asas bo'laverdi. Hem bu neslenin nurgulluğunda yişirmesi var. Hem de Paul Coelho nima degansa, Paul Coelho mavzusini 11 minutes, 11 minut degan asrda to understand love. First you got to understand freedom degan. Sen muhabbetni tushunishdan burun erkinlikni tushun degan. Tushuna olmaysan. Nurg'un qiziqlarning o'zi muhabbet monopollikdan direkt yurdi, irishdan direkt yurdi. Amaliyot muhabbet deganimiz erkinlik hisoblanadi. Shuni tamamlaysan ya. Shakespeare bu vaqtda nima degan desa, true love. You can understand true love. First let him go. Tushunolmayman, uni qo'yib ber. Ketib qo'ysin. And see, ko'rib boq. If he comes back. Qaytib kelamdi, kelmay mushdan qara. Sen doim tutib olsang, uning qo'lini qo'yib bersan, qaytib ketgan kelmayganini bilmay qolsan. Shuna let him go. Tushunolmayman. Qo'yib ber. U ketib qaytib kelsa, that's the true love. Haqiqiy muhabbet shu degan. Shuni tamamlaygan. Ham bugun kunlik tuchu desam, bu ham nurg'un nimalar var sizlarga to'g'riliqcha so'zlab ketsak yaxshi olmaydi. Mayli sizdan shu o'g'nish oldi bo'lsin, mayli muhabbet oldi bo'lsin, nikoh oldi bo'lsin, ikkilangan har qanday odam oqidajidir. Shuni tamamlaygan. Endi mening darsimning kulminatsiya punktiga chiqaman. Kulminatsiya nuqtaga chiqaman. Hayot men dastlabki bir gap bilan boshlagan. Beijing men 3 narsani direkt berdi deb tushunolmayman. Starbucks ichiman, e'tiborman. Zarani chidaplanmay iyad biz vakin. Berib bitirib etdim, kitobni o'qib bo'ldim, Starbucks qoldi. Oxir bir gap dedim, hayot nimadan direkt berdi. Eng oxir men dal hayot to'g'ri so'zladim. Hayot degan zot nimadan direkt